Xullas, doimgidek 719 avtobusiga o'tirib Tangin degan narsa bor. Shundan bitta narsani olib ketyapman. O'zbekiston ketishdan oldin Tanginda hamma narsani yig'ishtiryapman. Sumkalarimga soldim. Kargo orqali 450 kg chiqaribman. Sovg'a, salom, trenajyorning narsalar, belik, yana boshqa bir hafta oldin chiqardim. Chopar kargo zo'r ishlayapti. Alohida respekt. Bir hafta oldin chiqardim. 90 kg chiqaribman. Endi bo'ldi, hamma yukni chiqarib yubordim. Endi sal bemalol ketaman deb turgan joyimda bugun uyga yuklarimni hammasini yig'ishtirib, taroz chaqirtirib, taroz o'lchab ko'rsam, yana 80 kg chiqib turibdi-yu. Nailoj. 21 kilosini yana pochta qilyapman. Yengilroq ketish maqsadida. Hozir Komson shahrini hamma bilgan Gavjum ko'chasi. Bu yerda velosipedlar egalari bormi yo'qmi noma'lum. Men mana shu yerda hozir avtobusga chiqaman. Xudo xolasa bekatga yetib keldik. Shu yerdan avtobusga o'tirib 7:19 ga 6 minutda kelar ekan. Mana shu yerdan ko'rsa bo'ladi. Qaysi avtobus qancha yetib keladi? 7:19 10 minutda kelar ekan. Shu 10 minutda men avtobusim keladi. Bu ko'chalar, shunday ko'chalarni tashlab O'zbekiston ona vatanimga qaytmoqdaman. Shunaqa gaplar. Bu Yangiyo'l International Center. Nima deymiz, yaqin orada O'zbekistonda ko'rishamiz.